Amazonkaga xush kelibsiz, bratim. Kiring, bir atmosferani ko'ring. Amazonkamizga xush kelibsiz. Ismim Sherzod. Instagramda shaharli fermer profilini yuzaman. Asosan parrandachilik, tuyaqush, o'rdak, g'oz, g'uli, qimmat tovuqlari, urushqoq tovuqlari hammasini yetishtirdik. Hozirda qushlarga o'tdik. Amadinka qushlari, narada valnesli qushlari, valneslilarda ham kamyob ancha-munchaga bozorga chiqmaydiganlarni yetishtiramiz. Bu bizni Amazonka yaqin-yaqindan beri ancha o'zgarishlar kiritib qo'ydik. Tuxum qo'yadigan joylarini yangiladik. Bunaqa oddiy gnizdoni ilishni xohlamadikda, yana ham bir chiroyliroq bo'lish uchun, yana ham bir boshqalar uchun ham bir foydaliroq bo'lish uchun shunaqa turbalarda gnizdo sifatida bularga ilib berdik. Bu YouTube kanalimizda parrandachilik bo'yicha to'liq ma'lumot berib boramiz, xudo xolasa. Men yaqin-yaqindan beri qushga o'tdik. Qush haqiqatan ozgina sarmoya talab qiladi va ozgina mehnat talab qiladigan, pul keltiradigan parranda turiga kirar ekan. Mana bu Amadinka qushlarimiz yaqin-yaqindan beri o'zi 60 ming 55 ming edi. Instagramimizda Amadinkani olib chiqib maqtavuribmiz. Oxiri buni ham narxi ko'tarilib ketib qoldi. Instagramdan ham yozishdi, kommentarlarga ham juda ko'p yozishadi. Gapirib chiqdingiz, narxi ko'tarilib ketdi deb. Endi hammaning ham tirikchiligi bor-ku, katta pul talab qilmaydi bu qushlar. Bir parasi 60 ming edi, 80 ming bo'lib qoldi. Ba'zi joylarda 100 ming, 120 minggacha ekan. Bu yerda 3 xil Amadin qushi bor. Yaponskiy Amadin bor, o'zimizda jaydari bor va maloshniy. Izabellami bir narsa deb qo'yadi, nomi esimdan chiqib qoldi. Shu Amadinka qushini mana shu yerda yetishtiramiz. Planimiz 200 par bo'lgan, nasib bo'lsa bu yerda 50 par qush. Bundan tashqari 10 dona yana qo'shildi. Ochdi, katta bo'ldi, bir xil pateriya bo'ldi. Ko'payishdan ko'ra pateriyasi ozroq bo'lar ekan. Haqiqatan ham shunaqa atmosferani chiroyli qilib qo'yib, yemini, suvini, vitaminlarini joy-joyida qilib beradigan bo'lsangiz, bu ham hech ham bir mehnat talab qiladigan narsa emas ekan. Bir haftada bir tagini shipirib qo'yasiz. 2 kunda 3 kunda bir suvini berib qo'ysangiz tamom. Qo'shimcha daromad manbai ekanda. Meni Instagram profilimda o'zi faqat shu qo'shimcha daromad manbai bo'yicha videolar olaman. YouTube kanalga ham nasib bo'lsa, yana ham kengaytirish, yana ham masshtabli videolar olish maqsadida yangi video joylayapman. Bu meni birinchi YouTube'ga videoyim. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Bitta obzor qilib beraman Valerda. Tuxum qo'yganlari bor, tuxum qo'yib turib ochganlari bor, kanareykamiz bor, qimmat kanareykadan. Nasib bo'lsa bunga yaqinda kletkalar yasaymiz. Juda ham bir olibta kletkalardan yasash planidamiz. Ichida daraxti bo'ladi o'zini, aylanasiga o'ralgan dumalaq kapsulaga o'xshagan. Nasib bo'lsa bularga olibta kletka yasaymiz. Trubalardan birinchi obzor qilamiz. Bu truba oddiy 100 lik kanalizatsiya polietilen trubasi. Har bittasini 25 sm dan belgilab, tepadan bitta pastdan qilib teshib chiqamiz. O'zlariga bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun. Oralarini po'kay, oddiy penaplex bo'ladi-yu, jigarrang ana shunda bekitib chiqamiz, bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun. Deyarli ko'p qismi mana shu yerga joy tayyorladi. Tuxumlarini ham bir qator ko'rsataman. Nima yeydi, nima ichadi holatiga oddiy o'zini Amadinkasi 50 par qushimiz kuniga 2000 so'mlik yem yeyapti. 50 par qushimiz. O'zlariga qat qulay bo'ladigan bo'lsa, mana unga o'xshab. Mana shunday qilib joy ham yasab olishaverar ekan. Bu karmushka. Bu karmushka ichiga yem solib berardi odatda. Dekoratsiya uchun Samarqandlik akalarimiz jo'natgan edi. Bunga joyda yasab olibdi. Bu ham mayli. Mo'jiza qilib narada daraxtimizni ikkita ayri shoxini o'rtasiga uzun qilib joy ham yasab olibdi. Bular beozor bir-biriga o'xsham xalaqit qilmaydigan, boshqasini tuxumi tug'ib qo'ysa ham kelib yotib olib bosib ham beraverar ekan. Shunaqa qush turiga kiradi ekan bular. Ochayotgan qushlarimizni bitta ko'rsataman. Birinchi mana shunday gnizdodan foydalangan edik. Bular juda ko'p joy egallayapti va sal xuniyroq, menga yoqmaydi. Shunga mana turbani variant qildik, kraskalab, akkuratna qildik. Birovga xalaqit qilmaydi, akkuratna chiroyli. Naborot yana dekoratsiya bu. Qushlarimiz bu yerda уже anchalar katta bo'lib qolgan ikkita. Bu 3-partiya ochilishi. Bundan oldin ham ikkitalik chiqdi уже, ya'ni 4 ta byudjetga qo'shildi уже. Bu 6-si. Naryoqda tuxumlar bosib yotganlari bor. Hamma gnizdoni tuxumi bor va egalari bor. Gnizdoni ustiga gnizdo yana yasab olganlari ham bor. Buni ham bitta ko'rsataman. Mana gnizdoga e'tibor bering. Bu yerda ham qush yashaydi va bu yerda ham qush yashaydi. Buni ustiga tuxum ham joylab qo'ygan уже. Tuxumlarigacha bor. Bu trubada ham egalari bor. Shunday qilib joy yasab olishadi, o'zlariga qulay qilib. Aytadi. Ichiga o'tlarni soladi. Bunaqa archa bor. Bu archa nomini bilmayman. Shunaqa archadan foydalanaman. Ozginasini olib, shu archani
shu arsani yulib bunaqa holatda yerga yoki odatda men mana korzinkamiz bor. Mana shu korzinkani ichiga solib qo'yaman. Shu shoxchalardan shu korzinkaga solib qo'yaman. Yayib yormaydi, chachib yormaydi, ashakka qo'nib, olib, kerakli joyiga, kerakli gnizdosiga toshaveradi. Va paxta ham bor variant. Paxta ham o'zi yaxshi. Bizni paxta yo'qligi uchun mana shundan foydalandik. Undan mana gnezdoyimizda tuxumini bosib yotibdi. Mana o'sha tuxumi bor. Bu eriygan, eri kelib qoldi. Mana mo'jizani ko'ring. Xuddi shunaqa qilib daraxtning orasiga joy yasab olar ekan. O'ziga qat qulay bo'lsa, asha joyga sharoit qilib olaverar ekan. Bu mana turbalarimiz. Ichiga narsalarni toshib, o'ziga chiroyli atmosfera yasab olar ekan. Bu ichkarida o'tirgan qushimiz, bu bolachasi, tepada ota-onasi. Har bir gnezdoning egalari bor, har biridan bola ochildi. Eng birinchisi mana mash tomonda ham u tepasida o'tiribdi. Bunni qora yaqinda ochilgani hisoblanadi. Bu bunni qora. Yaqinda ochilgan, mana shu gnezdodan chiqqan, uchirma bo'ldi o'zi. Katta vzroslilari anaqa bunni qizarib, tayyorlari mana shu bunni qizargan hisoblanadi. Bunaqadan ikkita edi, bitta sherigi o tepalarda shekilli. Svetni ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Mana moloshnilari ancha-muncha bozorda qimmat yuradi. Bular ham tuxumda. Bu gnezdoni tuxumlarigacha bor. Tuxumlangan. Bunaqa teshikdan juda ko'p video keraksiz ma'lumot bilan to'lib qolmasligi uchun har bitta teshigini olib o'tirmayman. Qushlarimiz mana shu holat. 50 par amadinka qushimiz bor. Xudo xolasa bu ham bir kichkinagina bizneschi. Bu qushlarni har oylik olgandami, har pensiya chiqqandami 10 tadan tashab qo'ysangiz, o'zi bir vaqt kelib 5-6 oyda 50-60 par bo'lib ketadi. Keyin bir zerikkan paytingizda bir yig'ishtirganingizda men qarang 80 mingdan bozorda sotilyapti. Boring 70 ming, 60 mingdan soting, tez 200 donasi, har bittasi 30 mingdan normalniy pul bo'ladi-da. Bizga bu ham shunaqa maqsadda qilingan. Bizdan oshiqcha mehnat talab qilmasin. Oshinganimiz oshingan tashlab qo'yaylik. Qachonlardir 3-400 ta 5-600 ta bo'lib ketganda bir sotib, nasib bo'lsa bir kamimizni qilib olamiz-da. Buqacha olamizmi, qo'y olamizmi, echki olamizmi? Fermamizga qo'shimcha daromad keltirish manbai sifatida ishlangan. Birinchi videoyimni ko'p gapirmasdan yakunlayman. Nasib bo'lsa naryoqda yana valnisli qushlarimiz bor, o'rdaklarimiz bor. Polностью parrandachilik bo'yicha videolar joylab boraman xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Hammangizga podдержка uchun rahmat.